Yaxshi qo'shiq, go'zal musiqa insonni mukammallikka yetaklaydi. Qo'shiq inson yuragida mehr-shafqat tuyg'ularini uyg'otadi. Yaxshi qo'shiqlar insonni odamiylikka qaytargan, dardlarga malham bo'lgan. Qo'shiq yurakdan ijro etilsagina yuraklardan joy oladi. Aslbek Eshonov ana shunday chin dildan kuylovchi xonanda. Shu bois ham uning ijrolari asta-sekinlik bilan muxlislar qalbiga yetib bormoqda. Ayni damda yosh ijrochi Aslbek Eshonov haqida qisqacha ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Eshonov Aslbek Andijon viloyati Shahrixon tumanida tavallud topgan. 2006-yilda Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat teatr va rassomchilik institutining musiqali teatr aktyorligi fakultetini tamomlagan. 2017-yildan boshlab rejissyor Sayfiddin Meliyev bilan birgalikda O'zbekiston kinematografiyasi qoshidagi Kinoaktyor teatr studiyasida aktyorlik faoliyatini olib bormoqda. 2025-yilda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Asl san'atni qadrlovchi, jonli ijroda kuylashni bemalol uddalovchi xonandadan bugun sara taronalarni tinglaymiz. Demak, zavqli va avjli qo'shiqlar Aslbek Eshonov ijrosida, jonli ijro loyihasida yangraydi. Jonli ijro bu ko'rsatuvga tayyorgarlik anchagina bo'ldi. Sozanday do'stlarimiz bilan ancha mehnat qildik. Shu qo'shiqlarimizni imkon qadar xalqimizga, muxlislarimizga chiroyli darajada, yaxshi imkon darajada yetkazish uchun loyihamizni boshlaymiz. Xudo xolasa qo'shiqlarimizdan bahramand bo'linglar. Jonli ijroda imkon qadar qo'ldan kelgancha sizlarning ko'ngillarni olishga harakat qilamiz. Ko'ngil sen bunchalar nega kishanlar birlar do'stlashding, na faryoding na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Ko'ngil sen bunchalar nega kishanlar birlar do'stlashding, na faryoding na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Haqorat dilni og'ritmasmi, tubanlik manguga ketmasmi, kishanlar parchalanmasmi, qilichlar endi sinmasmi? Haqorat dilni og'ritmasmi, tubanlik manguga ketmasmi, kishanlar parchalanmasmi, qilichlar endi sinmasmi? Ko'ngil sen bunchalar nega kishanlar birlar do'stlashding, na faryoding na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Tiriksan, o'lmagansan, senda odam, senda insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansan. Tiriksan, o'lmagansan, senda odam, senda insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansan. Ko'ngil sen bunchalar nega
kishanlar birla do'stlashdik. Na faryoding, na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Ko'ngil, sen bunchalar nega kishanlar birla do'stlashding? Na faryoding, na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Oldingi ustozlarimizga keladigan bo'lsak, ustozlarimiz u davr, u zamon boshqacha davr bo'lgan. Hozirgi kunga nisbatan hozir endi baribir texnologiya zamoni bo'lib ketdi. Xohlasangiz xohlamasangiz internet zamoni, internet rivojlangan. Ustozlarimizga o'zi unaqangi nima deydi, reklama ham kerak bo'lmagan menimcha. Hozir reklama kerak, sababiki ijodkor yoshlar, ijodkor umuman insonlar, do'stlarimiz hammasi juda ham ko'p. Hozirgi kunda reklamani qilmasa ham bo'lmaydi menimcha, chunki ortda qolib ketadi. Chunki hozir shu zamon shuni talab qilib turibdi. Nima deydi, bir paytlar ilhom kelsa bir ijod qilamiz deyilardi. Ko'p eshitganmiz. Hozir menimcha shu ilhomni quvlab yetib olish kerak menimcha. Ilhomni orqasidan quvlab, ushlab ijod qilish kerak menimcha. Shunaqa deb o'ylayman men. Bir tutam sochlaring mening qo'limda, g'ijimlab o'paymu yo taraf ochay. Sir deb saqlaganing mening qo'ynimda, sir deb saqlayinmi yo elga sochay. Bir tutam sochlaring mening qo'limda, g'ijimlab o'paymu yo taraf ochay. Sir deb saqlaganing mening qo'ynimda, sir deb saqlayinmi yo elga sochay. Sochilgan sochingday sochilsa siring, anor yuzlaringni kimga tutasan? O'zing-ku ularda vafo yo'q deding, nimaga ularni tag'in kutasan? Sochilgan sochingday sochilsa siring, anor yuzlaringni kimga tutasan? O'zing-ku ularda vafo yo'q deding,
nimaga ularni tag'in kutasan? Ochilgan qo'ynimda to'lg'angan taning, ko'nglingdan qilcha ham hid yetkazmasa, menga yaqinlashmay tirik bo'lsa, sevdim deganlaring yolg'ondir sening. Ochilgan qo'ynimda to'lg'angan taning, ko'nglingdan qilcha ham hid yetkazmasa, menga yaqinlashmay tirik bo'lsa, sevdim deganlaring yolg'ondir sening. Sochilgan sochingday sochilsa siring, anor yuzlaringni kimga tutasan? O'zing-ku ularda vafo yo'q deding, nimaga ularni tag'in kutasan? Sochilgan sochingday sochilsa siring, anor yuzlaringni kimga tutasan? O'zing-ku ularda vafo yo'q deding, nimaga ularni tag'in kutasan? Bir tutam sochlaring mening qo'limda, g'ijimlab o'paymi yo tarab ochay? Sir deb saqlaganing mening qo'limda, sir deb saqlayinmi yo elga sochay? Bir tutam sochlaring mening qo'limda, g'ijimlab o'paymi yo tarab ochay? Sozandalarimiz hammasi professional, hammasi yaqin o'zimiz aka-ukalarimiz. Bularning ichida o'zim yaqin ustozim ham bor, do'stlarim bor. Bular bilan ishlash og'ir emas. Bitta joiz kelsa aytib o'tishim kerak, bitta og'ir tomoni vaqtida kelishmaydi. Har doim yarim soat 20 minut kerak bo'lsa kech qolishi. Shu joyini hisobga olmaganda hammasi joyida, hammasi kelishilgan holatda har doim fikrimizni bir-birimizni qo'llab-quvvatlab shu ijodimizga bor anaqamizni beramiz, imkonlarimiz. 6 ta qo'shiq tayyorlab keldik. Hozir hammasi emas, 4 tasi Cho'lpon, Abdulhamid Cho'lpon qalamiga mansub. Bittasi Abdulla Qodiriyni ijodiga mansub, yana bittasi xalq so'ziga mansub. Binafshani o'sha Cho'lpon, Abdulhamid Cho'lpon yozganlar. Uni biz kuyga soldik. Oldiniga o'ylandik, qanaqa qo'shiq chiqar ekan, qanaqa muxlislar qanaqa qabul qilar ekan dedik. Yo'q. Yaxshi qabul qilishdi. Marhamat, sizlar ham xudo xolasa eshitib bahosini berasizlar degan umiddamiz. Binafsha nimaga birozroq ochilmay uzilding? Binafsha hidlaring sochilmay cho'zilding. Binafsha senmisan, binafsha senmu? Ko'chada aqchaga
sotilgan binafsha binafsha menmanmu binafsha menmu sevginga qayg'unga tutilgan binafsha binafsha ayt menga binafsha kimlardir ular kim binafsha bir so'yla binafsha u qandoq qo'llar kim binafsha ayt menga binafsha kimlardir ular kim binafsha bir so'yla binafsha u qandoq qo'llar kim binafsha shunchalar chiroyli yuzing bor binafsha bunchalar totguchi tusing bor binafsha yig'lama binafsha kul biri binafsha qayg'urma binafsha kul biri binafsha ayt menga binafsha kimlardir ular kim binafsha bir so'yla binafsha u qandoq qo'llar kim binafsha bir so'yla binafsha kimlardir ular kim binafsha ayt menga binafsha u qandoq qo'llar kim binafsha go'zalim qayg'umni bilmaysan binafsha go'zalim menga bir kulmaysan binafsha go'zalim qayg'umni bilmaysan binafsha go'zalim ko'chada aqchaga sotilgan muxlislarni e'tiboriga muxlislarni tanqidlariga tanbehlariga to'g'ri qabul qilaman faqatgina to'g'ri tanbeh to'g'ri tanqid bo'lsa agarda u tushunmasdan turib musiqani tushunmagan musiqani deylik qo'shiq so'zlarini boshqa umuman san'at sohasini umuman qo'shiqchilik sohasini tushunmasdan turib o'zicha fikrlab tanqidiy bir yo noto'g'ri bir tanbehlar beradigan bo'lsa unda sal nima deydi noto'g'ri qabul qilaman to'g'ri tanqid to'g'ri tanbehni har doim qabul qilamiz Ustga chiqsam to'kiladi choy ko'ylak so'kiladi belbog'imda ushlama novatim bor to'kiladi ustga chiqsam to'kiladi choy ko'ylak so'kiladi belbog'imda ushlama novatim bor to'kiladi
toshga toshligim, essiz yoshligim, yoshlik davrida beboshligim. Toshga toshligim, essiz yoshligim, yoshlik davrida beboshligim. Oyim qizning yurishi, ostonada turishi, suygan yorimning ko'rishi, qahqah urib kulishi. Toshga toshligim, essiz yoshligim, yoshlik davrida beboshligim. Toshga toshligim, essiz yoshligim, yoshlik davrida beboshligim. Yoshlik davrida beboshligim, beboshligim, beboshligim. Yig'lar qo'shig'iga keladigan bo'lsak, bu yig'lar qo'shig'i biz jadidlar nima deydi, jadidlarning she'rlaridan, jadidlar hayotidan foydalangan musiqiy kompozitsiya tayyorlagandik. Bu qo'shiq o'sha kompozitsiyani ichida ijro etilgan. U yerda 9 ta qo'shiq ijro etilgan. Hammasi jadid shoirlarimiz qalamlariga mansub bo'lgan. O'sha yerda har bitta qo'shiqqa jonli sahnada jonli klip qilingan. Bu qo'shiq aynan o'sha joyda ishlatilgan. Menga ma'qul kelgan, hammamizga ma'qul kelganicha shu qo'shiqni ham ijro qilish kerak deb shu yerda ijro qildik hozir. Ochilmay so'lsa har gul g'unchasi, piru jahon yig'lar. Emas piru javon balki, hamma ahli jahon yig'lar. Ochilmay so'lsa har gul g'unchasi, piru javon yig'lar. Emas piru javon balki, hamma ahli jahon yig'lar. Yig'lar, 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 piru javon yig'lar. Yig'lar, 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 hamma ahli jahon yig'lar.
ajal yağma g'aribog'i zaka ichra uzib zanjir rahmsiz essa masum lolalar niçin hazan yığlar ajal yağma g'aribog'i zaka ichra uzib zanjir rahmsiz essa masum lolalar niçin hazan yığlar nasimim ketdi olamdin mening qayg'u aro tashlab ko'zimdan oqsa hun hech bir ajab yo'q chunki qon yig'lar nasimim ketdi olamdin mening qayg'u aro tashlab ko'zimdan oqsa hun hech bir ajab yo'q chunki qon yig'lar jahonda erdi tanho men yetimga ham nishin dildor g'ariblikning diyorida adashgan notavon yig'lar 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 piru javon yig'lar 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 hamma ahli jahon yig'lar 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 piru javon yig'lar 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 hamma ahli jahon yig'lar. Jonli ijro ko'rsatuvimizda men qilishim kerak bo'lgan hali ancha ish bor ekan. Jonli ijro deganda faqatgina shu nima deydi, hech qanaqa texnikasiz yoki mikrofonsiz ijro qilish u boshqa narsa, boshqa joyda qaysidir davralarda ijro qilib yurish bo'ldi, bu jonli etish zo'r ekan degandek emas ekan. Men chunki ishlashimiz juda ham ko'p kerak ekan. Bunaqangi studiyniy joylarda kamdan kam ishlaganmiz. Birinchi, ikkinchi marta desa ham bo'ladi. Mikrofonlar bilan ishlash, har bittasini o'zini mehnati, o'zini anaqasi nima deydi, ortida mashaqqat mehnati bor. Bularning hammasini ko'rib chiqish kerak. Ko'proq menimcha shu jonli ijroda shunaqangi studiyalarda mikrofonlar bilan qarshisida ko'proq ishlash kerak ekan. Sababi shu tarbiyalidir, to'g'rilikdir, rus tilida aytgancha gрамотный, hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Sozandalar bilan qo'shiqchini ham, ijrochini umuman hammani ansamblga olib keladigan joy ekan bu. Men maza qildim, ko'nglim to'lmagan joylari shu xatolarimiz, kam ishlaganligimiz, faqatgina shu xalqimiz xizmatlarida, tadbirlarda jonli etib yurganimizni hisobga olib jonli etamiz deb qo'rqmasdan etgan joyim shunday edi.
o'sadi, qoshi o'sadi, chilimga nay bo'laydi. Qizlar o'sadi, qizlar o'sadi, yigitga yor bo'laydi. Qoshi o'sadi, qoshi o'sadi, chilimga nay bo'laydi. Qizlar o'sadi, qizlar o'sadi, yigitga yor bo'laydi. Men yig'lab o'tay, men yig'lab o'tay, ko'chalaring loy bo'la qolsin. Qamishlar ko'karib, qamishlar ko'karib, chilimga nay bo'la qolsin. Chilim aytadi, chilim aytadi, lahchalari boshimda. Qizlar aytadir, qizlar aytadir, kulfat mening boshimda. Men yig'lab o'tay, men yig'lab o'tay, ko'chalaring loy bo'la qolsin. Qamishlar ko'karib, qamishlar ko'karib, chilimga nay bo'la qolsin. Ay yaraman, 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 yaraman. Ay yaraman, 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 chilim aytadi, chilim aytadi, lahchalari boshimda. Qizlar aytadir, qizlar aytadir, kulfat mening boshimda. Men yig'lab o'tay, men yig'lab o'tay, ko'chalaring loy bo'la qolsin. Qamishlar ko'karib, qamishlar ko'karib, chilimga nay bo'la qolsin. Qoshi o'sadi, qoshi o'sadi, chilimga nay bo'laydi. Qizlar o'sadi, qizlar o'sadi, yigitga yor bo'laydi. Bugungi jonli ijro ko'rsatuviga taklif qilinganimdan juda ham xursandman. Barcha ijodiy jamoa, texnik xodimlar, umuman shu studiyada borki, bugungi shu ko'rsatuv uchun jonini berib, chin dildan xizmat qilgan barcha xizmatchilarga chin dildan tashakkurimni bildiraman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xudo xolasa keyingilariga umuman yana ham boshqacha tayyorgarlik bilan kelamiz.